Mamlakatimizda har yili 3-dekabr Xalqaro nogironlar kuni sifatida keng nishonlanadi. O'zbekiston Respublikasida nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risidagi qonun va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 1992-yil 14-oktyabrdagi 47-sonli qarori huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi. Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiya BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 2006-yil 13-dekabrda qabul qilingan va 2008-yil 3-maydan kuchga kirgan. Nogironlik bu faqat tabiiy holat emas. Bu insonning jamiyat bilan o'zaro munosabatida yuzaga keladigan to'siqlarni anglatadi. Jamiyat qanchalik inklyuziv va qulay bo'lsa, nogironligi bo'lgan insonlar shunchalik erkin, faol va teng huquqli hayot kechira oladilar. Biz yaxshi bilamizki, nogironligi bo'lgan insonlar orasida ilm-fan, san'at, sport, texnologiya va boshqa sohalarda yuksak marralarni zabt etganlar juda ko'p. Ularga e'tibor, qo'llab-quvvatlash va imkoniyat berilishi butun jamiyatning rivojiga xizmat qiladi. Shu o'rinda barcha nogironligi bo'lgan insonlarni, ularning ota-onalari, tarbiyachilari, murabbiylari va hayotini yaxshilashga hissa qo'shayotgan barcha fidoyilarni samimiy tabriklaymiz. Har bir inson qimmatli, har bir inson imkoniyatga loyiq. Insoniylik bu mehr, e'tibor va ko'makdan boshlanadi. Hamjamiyat bo'lib, birgalikda harakat qilsak, har qanday to'siqni yuta olamiz. Sizlarning iroda, sabr va jasoratingiz barchamiz uchun namunadir.